Bugun men o'zimning akamning uyini fil tishpasasi bilan to'ldirmoqchiman. Keyin esa biz uni hayron qoldirish uchun unga yangi uy sovg'a qilamiz. Qanaqasiga? Akam bu yerda qolmasliklari uchun men unga aytgandim, Karolning uyiga nakleykalar yopishtiring deb. Akam hozir nakleykalarni yopishtirguncha biz uni uyini fil tishpasasi bilan to'ldiramiz. Bu katta hazilning boshlanishi. Agarda siz bu suyuqlikni bunga quysangiz, katta portlash hosil bo'ladi. Qanaqasiga, axir suyuqlik kam edi-ku. Agarda hammasini ming karra ko'paytirsangiz, yo'q, xudoga. Menimcha sizlar buni qanday ishlashini tushunib oldingiz. Hozirda guvohi bo'lganlaringiz akamning uyiga qiladiganlarimizning oldi hech nima. Bu aniq tomni buzadi. Bu bochkalardagi suv miqdori 5 tuni to'ldirishga yetadi, lekin akamda bitta uy bor. Shuning uchun biz sal kamroq ishlatamiz. Bizda juda ham ko'p fil tishpasasi bo'lganligi uchun men mutaxassisni chaqirishga majbur bo'ldim. Salom. Karol, tur. Men mutaxassis. Ajoyib. Mark fil tishpasasi bilan 2 marta jahon rekordini urgan. Hattoki bu haqida videolar ham mavjud. Va bu esa meni akamning uyi. Xush kelibsizlar. Bu akamning xonadoshining xonasi. Shuning uchun biz bu xonaga tegmaymiz. Yodimdan ko'tarilmaydi. Ha, biz bu xonani yo'q qilamiz. To'xta, palaklarnisida ichki kiyim turibdi. Karol, Krisni chaqirib kela olasanmi? Hey, hozir akam Karolning uyini nakleyka bilan to'ldiryapti. Karol esa akamning uyini fil tishpasasi bilan. Ular o'ylashyaptiki, bir-biriga hazil qilyapmiz deb. Xuddi men hammasini reja qilganimdek. Xavotirlanmanglar, biz butun uyni pasta bilan to'ldiramiz, lekin avval ishni yuvinish xonasidan boshlamoqchimiz. Men tortyapman. Yo'q, xudo. Yo'q, xudo. Jinursa, bu nimasi? Men o'girilishim bilan ortimda juda ham issiq bo'lgan bug'lar qanday bo'ldi? Ortingga qaramaganingdan xursandman. Bunga sabab sizlar xavfsizlik qoidasini buzdingiz. Qanaqa qoidalar? Bir gap bilan uzoqqa qochish kerak edi. Agarda biz bu akamning uyini pasta bilan to'ldira olsak, men aniq 30 ta nariroqda bo'laman. Oh, jinursan. Shiftga qara. Yo xudo. Bu aniq boshlanishi, chunki biz uyni to'ldiramiz, va'da beraman. Men hayotim davomida ko'pikdan bunchalik qo'rqmagandim. Bularni barchasini tushunib olganingizdan so'ng men akamning oldiga borib kelishim kerak. Chunki nakleykalarga uyning nomini yozib qo'yishim kerak. To'xtanglar, sizlar o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Nega u bunday dedi? Chunki men videoni barbod qilgim kelmadi. Asl haqiqatda barcha stikkerlar Karolning uyiga yopishtiriladi. Shuning uchun men Karolni aladim va Karol hozirgi gaplaridan so'ng akamning uyiga nakleykalarni yopishtiramiz deb o'ylayapman. Mark, sen bolalarga mas'ulsan. Men esa CJning oldiga ketyapman. Harakat qilib ko'raman. Men mashina bilan bu yerga kelganimni akam bilmaydi va hozirda u Karolning nakleykalar bilan to'ldiramiz degan videoni suratga olmoqda. Hozir men ularning suhbatini eshityapman. Do'stim esa ichkarida nima bo'layotganligini ko'rsata oladi. Mendagi nakleykalar tushib ketyapti. Shuning uchun noz qoldi. Menga yangisini olib kel. Tushunarli hozir. Mana Jek, ularni ola qol. Rahmat CJ. Men buni qadrlayman. Biz tezroq bu yerdan ketishimiz kerak. Ular bizni taqab qolmasliklaridan ishonchim komilki, CJ buni oxiriga qoldirgan. Mayli, ketdik. Yaxshi, sekin. Olg'a. Sekin. Oh. Axir faqat 2 daqiqaga yolg'iz qoldirgandim-ku. Bu sen aybing, chunki bizni yolg'iz qoldirding. Bizga doimo nazorat kerak. Oh. Ajoyibligini. Bunga qara. Oh. Biz qal 20 barobar ko'proq ishlatamiz. Ko'rganlaringizdek, barchasi faqat shu yer uchun edi. Men ekspertman, buni uyda takrorlamanglar. Olg'a. Men bu yerda qolib ketdim. Mark, bu nimasi? Bu Markning aybi, chunki u bizni yolg'iz qoldirdi. Yigitlar, men hozirgina yopiqchoq uyni ko'rib keldim. Taxminimcha u 1 soatlarda tayyor bo'lib qolsa kerak deb o'ylayapman. Va biz CJ kelguncha uyini nima qilamiz? Portlatamiz. Biz pasta bilan uyni portlatamiz. Rejamiz shundan iboratki, biz CJ kelishini kutamiz va CJ kelish bilan barcha suyuqliklarni fil tishpasasiga qo'shamiz va pasta butun uyni qamrab oladi, hatto boshqa uylarni ham. Bu xonada 4 bochka bor va narigi xonada ham 4 bochka bor. Bu yoqdagi xonada ham 4 bochka bor. Qolganlarni esa o'zingiz xohlagan joyga joylashtiravering. Bu katta ahmoqlik bo'ladi. Barcha narsalar sinib ketadi, tartibsiz bo'ladi va hatto derazalar ham sinadi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Bizda naqd 14 bochka fil pastasi mavjud. Eslatib o'taman, bitta bochka xuddi shunday kuchga ega edi. Lekin bizda esa 14 ta bochka mavjud. Men hatto bu bilan qo'limni yuvaman. Agar yomon holat bo'lsa, meni aybim bo'ladi. Chunki Markka men ishongan bo'laman. Fil pastasi bilan jahon rekordi qanchalik bo'lgan? Taxminan 290 vodorod peroksil.
Yaxshi. Biz shunda 500 ishlatyapmizmi? Ha, ajoyib. Shunda biz deyarli qilsa ko'proq fil pastasini ishlatmoqdamiz. CJ'ning uyini buzib tashlash uchun. CJ'ning uyini buzib tashlaydigan jahon rekordi deyarli tayyor. Qo'ng'iroqni olishing bilan darhol uni tugatib qo'y. Hamma narsa odatdagidek bo'lishi. Nasr tayyor bo'lgandan so'ng qo'ng'iroq qilamiz. Ungacha biz Bredning uyiga borib kelamiz. Karl, Bred seni mahallangda yashaydi. Nima, bu sening uyingmi? To'xtanglar, men qanday qilib sezmadim. Nega bunchalik ahmoqman? Bu nimasi? Bu butun bir video edi. Yo'q, xudoyim, nega men biz videoni olishda Breddan foydalandik. Nega men buni oldindan sezmadim? Nima uchun? Ikkingiz ham bir xilsiz. Aka-uka bo'lganlaringiz uchun. Bu video nafaqat meni kanalda va hattoki uni kanalida ham joylanadi. Bu ajoyib emasmi? Salom. Ularni ichkariga sen kiritganing shundaymi? Ha. Nega eshikni qulflab olmading? Ular aytishgandiki, va'da beramiz, xonangga tegmaymiz deb. Demak, menikiga tegishdimi? To'xtanglar, bu nimasi? Axir ismimni ham to'g'ri yozolmagansizlar. Yana qayerga tegdinglar? Shkafdan har doim sehrgar chiqish kerak. Yana nima? Yigitlar, iltimos, endi uyimdan barchangiz chiqib keting. Endi ketasan, to'g'rimi? Men shu haqda o'ylayapman. Sen ketishing kerak. Nima, ketishimni xohlaysanmi? Shunday. Rekordingizni buzayotganimizdan uzr so'rayman. Derazalar sinib ketadi aniq. Bunga ishonaman. Hozir bu yerni suv bosadi, agar qayerda loy bo'lsa hammadan uzr so'raymiz. Bu qonuniymi? Buni aniqlashtirish kerak. Men uchun to'g'ri javob berdi, men shunday hisoblayman. Aka, o'zi uying qaysi tomonda edi? Ana bu mashinalardan o'tgach. Yo'lning narigi tomonidami? To'g'risi, uyingga umuman bormagandim. Mayli, 3 gacha sanaymiz. 1 2 Yo xudo. Tortamiz. Yo xudo. Mo'riga e'tibor bering. O'zi kim kiritdi meni uyimga? Frank, yo xudoyim. Sen Karlning uyida yo'qligidan foydalanib, uning uyiga hozirliklarni yopishtirding va uni hayron qolish uchun Karl ham sening uyida yo'qligidan foydalanib, uyingga tish pastasi bilan to'ldirdi. Xo'sh, endi Karl uchun nima sotib olmoqchisan? Sen bilan o'xshamas ekan. Men qila olmayman. Mayli, nakleykalarni olib tashlash juda ham oson, lekin bu juda ham halokatli holat bo'lganligi uchun biz senga CJ yangi uy xarid qildik. Rostdanmi? Ha. Qani uyim ketdi. Bu yangi uy endi CJniki. Qani kira qol. Yo, xudo, haligacha ishona olmayapman. Bu endi meni yangi uyim. Anchadan beri kanalimga video qo'ymaganligim uchun endi men nima qilmoqchiligimni bilasanmi? Yo'q. Lekin qiziqarli. Ya'ni endi men aybim yo'q. Shuning kanalimga ko'proq videolar joylayman. Oldinlar 7 kunda video chiqqan bo'lsa, hozir 5 kunda chiqadi. Xayr.